Aytaymi? Uyladim. Menga birovda hayot nihoya qiziqmas, tushunyapsanmi? Menga teginib qo'ydim, men ham tegindim. Sen nima teginmagan odam yoki o'zing teginmasang kerak. Men ham teginmagan odamga men ham teginmayman. Yamo kimdir sikyapti. Alisaga men uydan haydab bordim. Yigit kelgani uchun. Mani yigitim bilan Abush aka keldi. Bular bu xonaga sikishdi. Biz u yoqqa Yo'q bilan. Qaysi xonada sikishdi? Yibay. Voy jala. O'sha payt yigit kelib qoldi. U tepaga chiqib ketdi, nimadirlar bo'lib ketdi. Bu o'zini oppoq ko'rsatmasin, hech kim ham oppoq emas. Men qilgan ishimni tan olaman, qilganman deyman. Menga poxoy hech kimdan qo'rqmayman, Xudodan boshqa. Pulni. Mayda mani, nima bo'lsa ham, kimdir bilsa ham, poxoy menga kim g'iybat qiladi, ko'timni chaynadim, pulqimni chaynadim, poxoy menga, tushunabsan? Menga shaham aytgan bu gapni. Omi sassiq baliqni hidi keladi, iljimlikda omi g'orib chilonzor mosti kirib ketadi deb yigitini o'zi ham aytgan. Ikki kishi aytgan. Menga ikkovini ham zapis, ikki yo'g'iga ham tashib berganman, naxoy. Poxoy menga, omi menga desa tarbiyab ketmaydimi? Oyog'iga tiqib. Nima deysiz siz? Sen eslab qolgan bu kishi. Jigaram, unaqa men mastrimda edim. Mastrimdaman.